Assalomu alaykum muhtaram barkan aziz obunachilar. Bugun sizlarga qo'limizda bor tovar va yangi kelgan tovarlarni birma-bir arzon qilib beramiz. Biz kanalga YouTube obuna bo'lib esdan chiqmasin. Instagram, Telegram hamma kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa zo'r skidkalar sizlarga qilib beramiz. Inshaalloh Ramazon oyiga qo'ldan kelgancha narxlar tushirdik. Bitta ko'rib kommentariyada narxlarga baho berib ketasizlar. S23 Vietnam varianti 8 ga 256 lik 3900 mach akkumulyator bilan jihozlangan. Slotini o'zi ikkita sim kartaga ketadi. Rangi green, korobka dokumentlari bor. Narxini sizlarga 340 dollarga qilib beramiz. Koreyskilarni ham o'zi 350 dollar sotyapmiz. Holati ideal bas, sashlingan joylari bor, ko'ribsizlar. Shuning uchun narxini 340 dollar. Bu 256 talik, buni 128 talik ham bo'ladi Vietnam varianti. Xo'p, keyingi telefonimiz korobka dokumentli S21 8 ga 128 talik 4000 mach akkumulyator bilan jihozlangan, ikkita sim kartali premium ikkita sim karta tushadi. Buni narxini sizlarga 190 dollar qilib beramiz. Holati o'rta holatda bu ham. Kimga kerak bo'lsa zakaz qilinglar. O'zbekiston bo'ylab BTS pochta orqali hamma smartfonni bepul yetkazib beramiz. Xo'p, keyingi smartfonimiz S24 8 ga 256 lik 4000 mach akkumulyator bilan jihozlangan. Bu ikkita sim kartali, ikkinchisi eSIM bo'ladi. Bu koreyskiy variant. Buni narxini sizlarga 420 dollarga qilib beramiz. S23 da koreyskiy varianti bor. Holati ideal holatda, rangi oq rangda 8 ga 256 lik 3900 mach akkumulyator bilan jihozlangan. SIM plus eSIM imekalari 100% imekalar o'tgan. Xo'p, holat ideal holatda 350 dollarga qilib beramiz. Xo'p, keyingi smartfonimiz S22 Plus 8 ga 256 lik 4,5 mach akkumulyator bilan jihozlangan, oq va pushti rangi 8-marka ayollar uchun ham juda ham chiroyli rang. Kimga kerak bo'lsa zakaz qilinglar. Narxlarini 280 dollardan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Holati ideal holatda. S22 ni hamma rangidan bor. Xudo xolasa mana oq, qora, purpur. Mana ko'ringlar. Bu 8 ga 256 lik bo'ladi. 3700 mach akkumulyator bilan jihozlangan. Imekalar 100% o'tgan. Oq rangi tiniq holatda turadi. Doim urinmaydi. Oqini olishlarni tavsiya qilaman. 8 ga 256 lik narxlari 255 dollardan qilib beramiz. Bu rangi ham juda ham chiroyli chiqqan, ayollar uchun tavsiya qilib qolaman. Xo'p, S21imiz bor, keyin bir dona holati yaxshi holatda 8 ga 256 lik 4000 mach akkumulyator bilan jihozlangan, imekalari o'tgan, holati yaxshi holatda. Narxini sizlarga 190 dollarga qilib beramiz. Xo'p, keyingi smartfonimiz S20 Ultra. Samsung tarixida ilk bor 100 zoom X kamera bilan chiqqan bo'ladi. 8 ga 256 lik 5000 mach akkumulyator bilan jihozlangan, qora rangda, holatlari yaxshi holatda 255 dollarga qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, keyin Note 10, Samsung Note 10 8 ga 256 bu 12 ga 256 lik 4300 mach akkumulyator bilan jihozlangan, holatlari yaxshi holatda, imekalari ofitsialniy o'tgan 100%. O'zimizdan buni narxini sizlarga xo'p 190 dollarga qilib beramiz. Holati zo'r holatda, hali O'zbekistonda ishlamagan bu smartfon. Koreyadan to'g'ri kelgan. Keyingisi Samsung Galaxy Note 15G 12 ga 256 lik bo'ladi. Bu ham 3,5 mach akkumulyator bilan jihozlangan. Holati tiniq holatda, aura sveti. Bu sveti juda ham o'zimga yoqadi, chunki net to'g'rilanganda har xil svet bo'lib ko'zingizga ko'rinadi. Xo'p, buni narxini aytib o'tdik, 165 dollarga qilib beramiz. Keyingisi Samsung Galaxy A82 6 ga 128 lik 120 Hz qo'llab-quvvatlaydi. Ekranlar H bo'ladi. S20 Plus bilan bir xil ekrani. Xo'p, holati o'rta holatda, narxini 140 dollar qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, keyingi telefonimiz Samsung Galaxy M33 6 ga 128 talik 5000 mach akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. Holatlari zo'r holatda, bu ham 120 Hz qo'llab-quvvatlaydi. O'zi arzon telefon bo'lgani bilan buni narxini sizlarga 105 dollarga qilib beramiz. Xo'p, keyingi telefonimiz, bu yerda korobkali telefonlarimiz ham bor. Mana A16 8 ga 256 lik. Xo'p, titan svetda, holatlari zo'r. Narxini sizlarga 135 dollarga qilib beramiz. 8 ga 256 ligini. Xo'p, keyin arzonrog'i bormi deganlar uchun mana 6 ga 128 ligi bor. 115 dollar. Xo'p, 4 ga 128 ligi bor. Bu ham 115 dollar qilib beramiz. Ikkosini ham holati yaxshi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkalar bepul yetkazib beramiz BTS pochta orqali. Keyin A54 bor, 8 ga 256 lik. Holati zo'r holatda, korobka dokumentlari bor. Buni narxini sizlarga 175 dollar qilib beramiz. 5000 mach akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. Bular hammasi ofitsialniy variant. Ikkita sim karta tushadi. A16 ga ham, A54 ga ham. Xo'p, keyingi telefonimiz Redmi
Note 14 Pro 8256 lik 5500 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. Bu telefonlarning zo'r tomoni ekranlari H bo'ladi. Samsunglarga o'xshab, mana qaranglar. Ekran yonga qayrilgan. Xo'p, bularning yangisi hozir ham $260 kam sotilmayapti. Bular ham ideal holatda, hali hech qancha ishlamagan, tiniq turibdi. Korobka dokumentlari bor. Narxini sizlar $200 dan qilib beramiz. Bemalol zakaz qilaveringlar. Redmi'ni mana yangisini 260 ga olgandan shuni maza qilib $200 ga olishayotganlaring tavsiya qilib qolaman. Xo'p, keyin mana hozir yangi chiqqan Redmi Note 15 Pro 5G. Bu ham uncha ishlamagan, o'zi chiqqaniga 1 oy bo'ldi. Xo'p, bu telefon hozir yangisi sotuvda $320 turibdi. Men sizlarga buni ozgina ishlaganini, hali petnoy ham tushmagan, tiniq yangidaqa turganini $250 ga dastavkalarcha qilib beraman. Zaryadchilarigacha bor. Foydalanib olinglar. Yangisini olgandan buni olsalaring $70 yutasizlar. 800 ming, 900 ming puldan yonlayinga qoladi. Hop, keyingi telefonimiz Redmi 15. 6 ga 128 talik 7000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. Batareyasini tugatolmay qiynalib ketasizlar buni. Xo'p, buni narxini sizlarga $130 qilib beramiz. Holatlari tiniq holatda, buni ham hali uncha ishlamagan. Yangidaqa turibdi. Xo'p, keyingi telefonimiz Redmi Note 13 Pro 8256 lik 5000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. O'zini 200 megapiksellik kamerasi bor, bahaybat. Xo'p, buni sizlarga narxini men $150 ga qilib beraman. Korobka dokumentlari bor, bemalol zakaz qilinglar. Redmi ham, Note 13 Pro ham ancha aqlli smartfon. Xo'p, endi iPhone'larimiz bor. iPhone'larni ham birma-bir tanishtirib o'tay. Xo'p, mana birinchisi iPhone 16 Pro Max. 256 xotira, 99 yomkisi. Atiga 1% tushgan yomkisi. Holatlari tiniq holatda turibdi. Desert. Xo'p, buni narxini sizlarga $990 ga qilib beramiz. Bemalol zakaz qilinglar. Korobka dokumentlari bor. Keyin 15 Pro Max bormadi, ko'pchilik so'radi. 15 Pro Max ham bor. Mana 256 talik 88 yomkisligi bor. Xo'p, rangi Deep Blue bo'ladi bu. Holatlari tiniq. Keyin qora rangi ham bor, titan qora. Blue qora. Xo'p, bularning narxini buni $730 qilib beramiz. Bu 86 yomkisda. Buni 88 yomkisligini sizlarga $760 ga qilib beramiz. Dastavkalari ichida bo'ladi. Ikkisini ham dokument korobkalari bor. Xo'p, ayollar uchun mana iPhone 14 Plus 85 yomkisda 128 talik holatlari tiniq holatda, korobka dokumentlari bor, koreyskiy variant. Kimga kerak bo'lsa narxini $435 ga qilib beramiz. 14 Plus, 14 Max bilan bir xil batareykalari razmeri. Agar 14 Max dan ancha arzonroq. Keyin iPhone 15 bor, 128 talik 78 yomkisda, korobka dokumentlari bor. Holati ja tiniq basligi uchun narxi ham arzonroq chiqqan. $440 ga iPhone 15. O'zi tiniqlari $530-520 sotishyapti hozir bozorda. Xo'p, men bitta korobka dokumentli 13 Pro'imiz bor. Holatlari zo'r holatda. Yomkislari 93, 128 talik amerikanskiy variant. Buni narxini sizlarga $440 qilib beramiz. Xo'p, keyin 14 Max bor. 80 yomkisda 128 talik amerikanskiy variant. Holatlari yaxshi, lekin bu purpullarni o'zi hammasini yondagi ranglari o'chib ketadi. Buniki ham sal-sal o'chgan. O'shini hisobga olib, narxini $530 qilib beramiz 14 Pro da narxida. Xo'p, keyingi telefonimiz 13 Pro Max. 13 Pro Max 83 yomkisli va 82 yomkisli bor. Holatlari zo'r. Bittasiga Primo ikkita sim karta tushadi, slotiga. Ikkita sim karta ikkosi ham o'tgan ekandan, bittasi yaponcha kerakgan, bitta sim karta, bitta eSIM bo'ladi. Xo'p, bularning narxini sizlarga $520 dan qilib beramiz. Holatlari zo'r 13 Max. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, keyingi telefonimiz 13 Pro. Ikkosi ham 128 talik, bittasi 87 yomkis. Bittasi 92 yomkisli ekan. Xo'p, 92 yomkisligini sizlarga 93 ekan. 93 yomkisligini ham, 87 yomkisligini ham $440 dan qilib beramiz. Holati tiniq, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Xo'p, keyingi telefonimiz iPhone 14. iPhone 14 dan ikki xil varianti bor. 86 yomkisli, 128 talik, 128 talik 77 yomkisli. Bu amerikanskiy variant. Buni narxini sizlarga $425 ga qilib beramiz. Bunisini esa $470 ga qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Keyingi telefonimiz 12 Pro Max dan ko'pchilik so'radi. 12 Pro Max 93 yomkisli va 77 yomkisligi bor. Holatlari
qorani uni sal petnolari bor, yonidagi korpuslarda narxini $340 qilib 340 dollar qilib beramiz. Bunisini esa holati tiniq $355 qilib beramiz. Xo'p, keyin 12 Prolar, 12 Prolar ham juda ham ko'p. 12 Prolarni 300 dan 330 gacha bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, keyingi telefonimiz 12 ni o'zi $250 dan qilib beramiz. 93, 92 yo'mkislari bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Bularda ham mana holatlari zo'r. Amerikanskiy ekosi ham o'tgan 64 talik. $245 dan qilib beramiz sizlarga. Xo'p, keyingi telefonimiz iPhone 11 Pro. 96, 95, 93 yo'mkislari bor. 64 talik $245 dan qilib beramiz. Holatlari zo'r holatda turibdi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, keyingi telefonimiz iPhone 11 da o'zi bo'ladi. iPhone 11 da o'zini qaranglar, hamma rasvetga, hamma holatdagilardan bor. 92, 93, 87, 64 talik, 128 taliklari bor. 128 taliklar 92, 93, 100 yo'mkiliklarni $240 dan qilib bordik. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Ikkita sim kartali, ekosidan MBKdan 100% o'tgan 11larimiz. 64 taliklarni esa $220 qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, keyingi telefonimiz iPhone XS. $170 dan qilib beramiz. Holatlari tiniq holatda ekosini ham. Xo'p, bittasi 74 yo'mkis, bittasi 83 yo'mkis. Ekosi ham amerikanskiy variant, qora rangda tiniq turibdi. Xo'p, bugungi telefonlarimiz shular edi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammasini O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Dastavkamiz mutlaqo tekin. Bizga o'tib obuna bo'lib pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar.